Muqaddas ismining ma'nosi. Muqaddas ismi arabcha kelib chiqishga ega bo'lib, quyidagi ma'nolarni anglatadi. Qutlug', muborak, pok, toza, muqarram, hurmat va ehtiromga sazovor, aziz va ulug' sanalgan. Bu ism arab tilidagi muqaddas so'zdan olingan bo'lib, muqaddas, pokiza, ilohiy hurmatga loyiq degan ma'noni bildiradi. Ism egalariga xos xislatlar pok niyatli, mehribon va samimiy, hurmatga sazovor bo'lishga intiluvchi, ma'naviyatni qadrlovchi kishilarga atab qo'yiladi. Muqaddas ismi O'zbekistonda asosan qizlarga qo'yiladi va juda chiroyli hamda ma'nodor ismlardan biri hisoblanadi.